Aynen. Endi boshqa yana bir joylarda o'ziga ko'rsatib kista deyishlari mumkin. Hech qanaqa kistasi yo'q boshchasida. Shunchaki yondan olib qaraganda u kistaga o'xshab ko'rinadi. Boshchasini ichida bokovой желудочкchasi bor. Ya'ni boshini ichida suv bo'ladi-da o'zi normada. Likvor suv aylanadi. O'sha likvor yon qorinchalardan oqadi. Normada, mana sizni srokingizda hali 22 siz, 4-5, maksimum 6. Ozgina kattalashdi sizniki. Chut-chut. Unchalik baland bo'lib, bolaga xalaqit beradigan darajada emas, xavotir olmang. Bir tarafi 7, bir tarafi 6. Hozir ozgina o'zingizda jirovoy sloy qalinroq bo'lganligi uchun yarmi sizga ko'rinmayapti-da. No, bir tarafingiz 7 bo'lgani sal normadan oshibdi degani. Bu bolaning aqliy rivojlanishiga ham, umumniy razviyasiga ham hech qanaqa zarar yetkazmaydi. 10 dan katta bo'lib ketsa, o'shanda ham bola tug'ilgunicha deyarli pastga yo'qolib ketadi. Sal miya strukturasiga ozgina qisilish, hipoksiyaga moyillik paydo qilishi mumkin. Lekin u ham xavfli emas. Hozir